Andijonlik askarchi Abdulhamid Maqsud Qozoqda bir pichoq sovg'a qildi. Xotirlamga. Pichoq sovg'a qilgan xotirlam so'z olgan ey rahmat Abdulhamid Maqsud aqlga yetishib qildirsan debdi. Shu askiy bo'ladi ishda. Desa Abdulhamid Maqsud qo'lini kursiga qo'yib qarab hurmatingiz bor. Siz jo'ralaringiz ko'pkatda so'zga yetib qo'ymang debdi-da. Zerikda qo'llarimiz askiyotgani ayni to'g'ri deydi-da. Hammasini laqabi bor. Birov eshak, birov kuchuk, birov it laqabda askiyotchini xotini tug'ibdi. Jo'ralar choyxonaga fursat bo'lib, "O'g'aylar, xotin tug'di" desa, o'tirgan joylardan bittasi erkaklar bilan kelsa-da deymish. O'zlari askarmiz, ular emas. Ularga tushuntirishga ikkita ma'no bor-da, shuni ikkinchi ma'nosini tushunib, o'shani kulgili deb qabul qilib turish kerak. O'ziga tortgan turbat baxshilikdan edi, lekin endi jon bo'ldi deb xotin yo'ldoshi baxshilar, nomdor baxshilar yo'q. Bizlarda bir hammasi. Baxshichilik ko'p harakat qiladi. Baxshilikka bir narsa qiladi. Hay, va o'shiga bor. Hay, sanam, jon sanam. Qo'shib ko'ziga to'g'ri gaplarga qarash borchidi. O'zbash baxshilar bo'yicha xofli san'atkorlar hisoblanadi. Ulardan xonanda bor bo'lmaydi. Ko'rganni xush qiladi ular. Nima keldi deb bo'lsa, keyin mana bugun ustoz rasmini qo'yib qo'yibmiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhammadsidir Shiray 70 yoshda olamdan o'tdilar. Askarlar bizda hattoki tushunmaydi, bu hali tushunadi, sababi bor. Bizni qizilchiligimizda gapni haliga kuldirib bizni chaynab beramiz, biza qizilchilar. Bularda tushunish uchun ijodkor bo'lish kerak-da. Askarda hamma narsa ikkita ma'no bilan keladi. Masalan, "Kuyni to'g'rishmoqsiz, ishni qilasiz, bola bo'lmaydi" deydi-da. Bizda odamlar ona bo'lmaydi deb tushunadi. Shunaqa ma'nosi ham bor. Ikkinchi ma'nosi bola bo'lmaydi degani farzand bo'lmaydi degan ma'noda. Ular shuni tushunib turadi-da. Odamga aytaveradi-da, "Mana 6 oy bo'ldi, bola bo'ldi" deydi. Bilasizmi, askar shunaqa narsa. Bizga o'zimizga askarlar so'zlaydi, masalan, 5-6 yoshli bola otasidan "Dada, ayamdan haqingiz bor" dedi-da. Nima deydi? 5 yoshli bola tushunish mumkin. Topdi. O'g'lim meni oyog'imdan necha debdi, 42. Ayamizga 38. Ko'rdingizmi shu haq oyoqlar orasida dedi-da. Bizlar askarmiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan uchrashish, ham suhbat bo'lish, biz san'atkorlarga qanchalik zavq bag'ishlashini, so'z ustasi bo'lsam ham ifoda etish uchun hamisha so'z topolmayman. Katib qozonda jaranglagan biz san'atkorlar ham sizlar bilan o'rtoqlar. Borlaringga shukr. Mana hozir hamma o'ziga ishi bor, tashvishi bor. Asta qochib ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Keldi mana shu yerga. Keyin o'tirishlar, o'zishi katta baxt. Doim birga bo'laylik. Mana zapravkaga kirib, bu 10 taga benzin olsa chek beradi. Qarang, zapravkada chek bor. Magazinga kirib, bir kira bittasi sotib olsak, u ham chek beradi. Qarang, uning ham cheki bor. Lekin biz uchun sizlarning hurmatlaringizda voqea chek yo'q. Sog' bo'ling. Endi